albatta zikrdan vazifangiz bo'lsin. Har doim zikrga harakat qiling. Birgina suv ichishni aytib o'tdik Imom Sha'roviydan. Suvni 3 ga bo'lib o'tish sunnat, ammo uni bismillah deb ichib, alhamdulillah deb tugatsangiz 3 marta o'sha suv modomiki jasadingizda, badaningizda bor ekan, o'sha suv hech qachon o'sha holat sizni gunoh qilishga, ma'siyatga boshlamasligi haqida gapirgan edik. Va so'zimizning oxirida bir amaliy bo'lsin degan ma'noda kichkina bir ikkita zikrni aytib beraman, o'rgatib, inshaalloh qo'limizdan kelgancha bu zikrlarni qilsak yaxshi bo'ladi. Chunki bu zikrlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga o'rgatgan zikrlar. Ya'ni u zotdan kelgan va 14 asrdan beri zikrda bo'lgan zikrlardir. Payg'ambar alayhisalom bu zikrlarni sahobalarni rizqlari keng bo'lishi uchun shu talabda ularga o'rgatgan ekanlar. Rizqlarni keng qiluvchi zikrlar sifatida ma'lum va mashhur zikrlardir. Ulardan bittasi La ilaha illallohul malikul haqqul mubin. La ilaha illallohul malikul haqqul mubin. 100 marta aytasiz bir kunda. 100-siga borgandan keyin La ilaha illallohul malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullohi sodiqul va'dil amin deb tugatasiz. 100 marta aytasiz. Ikkinchi zikr undan ham oson. Subhanalloh bihamdihi. Subhanallohil azim. Astagfirullah. Subhanalloh bihamdihi. Subhanallohil azim. Astagfirullah. Buni ham 100 marta aytasiz. Ammo buni qachon aytamiz? Bu ham ko'rsatilgan. Bomdod namozining sunnati bilan farzining orasida aytiladi 100 martadan. Bu zikrlar rizqni kengaytiruvchi, rizqni jalb qiluvchi zikrlar ekan. Payg'ambar alayhisalom xuddi shu qasdning ustida sahobalarga o'rgatganlar. Bomdod sunnati bilan farzining orasida 100 martadan aytiladi. Agar u mahal ulgurmasangiz, taqalib qolsa, bomdod namozidan keyin aytasiz, farzdan keyin aytasiz. Unga ham ulgurmasangiz, quyosh chiqishdan oldin aytasiz. Unga ham ulgurmasangiz, zavol vaqtida aytasiz dedilar. Quyosh peshinga oqqan mahalda aytasiz dedilar. Xullas, fala yanbaghi lil abdi ay yakhliya yawmahu anha. Bandaga bu zikrlarsiz kunini o'tkazishi lozim emas. Ya'ni bu zikrlarsiz kuni o'tmasin bandani. Bu zikrni Imom Bakri Dimyati rahimahulloh I'anatut Talibin ala halli alfazi Fathul Mu'in degan kitoblarda keltirganlar. Zaynuddin Malibarining Fathul Mu'in asariga I'anatut Talibin deb sharh yozganlar. Bakri Dimyati. Bakri Dimyatining o'tganlariga 100 yildan oshdi bular o'tganlarga. 150 yil bo'ldi. Bular Yamanning ulug' olimlaridan bo'lganlar. O'zlarining shu kitoblarida bu vazifani o'zlari kelgan sanad bilan rivoyat qilib berganlar. Men ham o'zimga kelgan sanatga suyangan holda shu vakolatdan kelib chiqib, sizlarni avvalambor taqvoga chaqirib, so'ngra bu zikrlarni doimo bajarishga chaqirib, bu zikrlarning sanadini beraman, birodarlar. Ya'ni o'rganib oling. Inshaalloh bugun mehrobdan iltimos qilamiz. Bu zikrlarni arabiy matnini o'qilishini mehrobda ham qo'yadilar. O'qib vazifa qilib yuring. Albatta Alloh subhanahu va taolo rizqingizni kengaytiradi. Lekin biz shu darajani topamizki, rizq uchun o'qimaymiz bu zikrlarni. Allohni yaxshi ko'rganimiz uchun zikr qiladigan bo'lamiz. U rizqning ko'payishi o'sha zikrning hikmati bo'laveradi. Inshaalloh karim.